Juda muhim masala bo'yicha sizlar bilan maslahatlashmoqchiman. Men suxandon emasman. Avvaldan uzr so'rab qolaman. Bam. Xo'sh. Va nihoyat hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Balik Online kanalining asoschisi. Kimlar bilan biz tanishmiz, kimlar bilan esa yo'q. Keling, qisqacha o'zim haqimda ma'lumot berib o'taman. 2019-yil ushbu kanalni ochgan edim va shu 5 yil davomida har xil videolar yuklab borildi, foydali va balkim foydasiz. Boshida har bir videoni o'zim gapirib chiqardim. Qanchalik yoqimsiz va noprofessional bo'lishiga qaramay. Assalomu alaykum. Do'stlar, siz hech o'ylab ko'rganmisiz, samolyot tashqarisida bo'lib qolsa nima bo'lar ekan? Shunchaki bu qiziqish va hobbiligi uchun videolar chiqaraverishda davom etardim. Keyin hayotda shaxsiy ishlar va har xil muammolar bo'lganligi uchun kanalim to'xtab qolmasligi uchun bir yaxshi aka bilan tanishib qoldim va u kishiga topshirdim. Ya'ni ovoz berishni videolariga. Va siz tanigan, bilgan ovoz. Bir kuni mendan so'rashdi: "Sevgi o'zi nima?" Men javob berdim: "Sevgi dunyodagi eng shirin rohat va eng achchiq azob." Titanic James Cameronning filmi haqida siz bilmagan eng qiziqarli faktlar. Titanic James Cameronga katta rahmat. Bu aksincha meni ovozim emas, bu ovoz o'sha bir yaxshi insonning ovozi. O'zimning do'stim, o'zimning akam, biz yaxshi aloqalarda xolos hamkorlik qildik. Bu narsalarni aytishimdan sabab, misol uchun hozir men ko'rinish berib video qilishni qaror qildim va videodagi ovoz bilan meni ovozim har xil ekanligiga savollar tug'ilishini oldini olish maqsadida shunchaki ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapman. Oxirgi mana 2 yil, 3 yilda biz yana yo'qolib ketdik. Sababi yana o'sha hayotdagi muammolar, tashvishlar bilan bo'lib YouTube'ga vaqt topa olmay qoldim. Bu vaqt ichida haligi do'stim bu sohadan ketganini aytdilar va qachon qaytishlarini uni aniq ayta olmadilar. Bu ham bir juda o'tkir sabab bo'ldi, chunki Balik Online kanalining obunachilari u ovozni juda ham yaxshi tanishardi, bilishardi. Xullas o'zimning ovozim bilan oзвучка qilish bu men uchun juda bir katta muammodek tuyulardi. Oradan shuncha vaqt o'tdi va biz deyarli 100 ming obunachi marrasini zabt etdik. Har bitta obunachilarimizga rahmat. Bizni kuzatgan, kuzatmagan, faol bo'lgan, faol bo'lmagan har bir odamlarga kattakon rahmat deb qolaman. Darvoqe, yaqinda bir post qo'ygan edim. O'sha o'zimning rasmlarim bilan so'rovnoma o'tkazgan edim. Qaysi mavzularda video qilsak bo'ladi? 3000 ta odam ko'rdi o'sha postni. O'shandan 20 tasi reaksiya qoldirdi, reaksiya bildirdi. Ya'ni like, izohlar yozishgan, kommentariyda. Nima demoqchimanki, o'sha har bitta like bosgan va kommentariy qoldirgan odamga kattakon rahmat. Siz kanalning eng zo'r obunachilarisiz. Do'stlar, endi biz muhim mavzuga o'tamiz. Uzog'i 1-2 daqiqa. Xullas, ozmi ko'pmi biz obunachiga erishdik. Deyarli 100 ming ta obunachi. 100 ming ta. Bu juda ham katta ko'rsatkich men uchun. Chunki men kanalni boshlatganimda men hech ham o'ylamaganman 100 ming ta obunachi bo'lib ketishni. Millionlarga chiqib yuraylik, hammasi Xudodan. Balik Online YouTube kanalining taqdiri, keyingi videolar chiqishi, chiqmasligi yoki bo'lmasam qanaqa videolar xohlaysiz, qanaqa mavzular sizga juda ham qiziq, o'zim ko'rinish berib video tayyorlaganim yaxshimi yoki bo'lmasam shunchaki videolar qilib avvalgidek faqat o'zimning ovozim bilan sizlarga shu ma'lumotlar berib borganim yaxshimi? Bu men uchun juda ham muhim. Yana bir narsa, kontent davomida ko'proq kontent bo'lish uchun o'zim o'ylanib qoldimda. Bizda shuncha obunachi bor. Masalan, nima deysiz? Agar men ko'proq, ya'ni hayotiy mavzularni olib chiqsam, misol uchun o'zimning hayotim yoki bo'lib o'tayotgan mavzular, dunyo global, ya'ni mavzular haqida gapiryapman. O'zim qiziqadigan mavzular nima? Film, serial, futbol ko'raman, janglar ko'raman, doimiy ravishda. Xohlasangiz seriallarni obzorini qilamiz, filmlarni obzorini qilamiz.
yaxshi yomon tomonlarini o'lchaymiz. Xullas, siz 10 ta odam ko'rayotgan bo'lsa ham, mana shu 10 ta odamga iltimos, kirib kommentariyaga yozib qoldiring. Sizning har bitta fikringiz men uchun juda ham muhim. Narigi videolarga xudo xolasa, keyingi video chiqayotgan paytda bu men uchun osonroq bo'ladi yo'nalishni tanlab olishga. Do'stlar, hammaga kattakon rahmat. O'ylaymanki, biz yana siz bilan shunaqa to'g'ridan-to'g'ri gaplashish bizga nasib etadi va biz yuksalamiz. Biz yaxshi kontentlar qilishga harakat qilamiz. Eng muhimi, sifatli video tanlashda adashmayotganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizlar bilan Ballik Online kanali va tez orada ko'rishamiz. Boom.